BYD haydaydigan aka ukalarimiz uchun life hack. Ko'pchilik BYD haydaydigan aka ukalarimizni mashinada zavodskoy registrator borligini bilmas ekan. Buni men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Bu laboyda turadi. Bu laboyda turgan aka ukalarimiz bilar ekanki, buni lider deb o'ylashar ekan. Bu lider emas. Bir ikkitasi kelib, "Men liderim ishlamayapti, ko'rib bering" deganlar ham bo'ldi. Bu mashinaning zavodskoy registratori bo'ladi. Hozir salon qismidan ko'rsataman, qayerga fleshga qo'yish kerak va qayerdan buni registratorasidan yozilgan videolarni ko'rishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi ochirtda mashinamizdan registrator ishlash uchun mana bunaqa mini fleshga qo'yishimiz kerak, ya'ni CD kart. Buni qayerga qo'yamiz? Ko'rsatib qo'yaman. Mana shu joyda ikkita fleshga tiqadigan joy bo'ladi. O'rtasida bo'lsa registratorni o'zini fleshga tiqadigan joyi bor. Olamiz. Shunda qo'yamiz. Teskari tiqsangiz tushmaydi, o'ngga tiqsangiz to'g'ri tushadi. Monitor qismiga o'tadigan bo'lsa, agar ruskasidan o'tkazilgan bo'lsa, приложениyalar mana shunaqa holatda qo'yilgan bo'ladi. Chapdan o'ngga bitta o'tkazamiz. Mana bunaqa popkaga общий приложениyalarni yig'ib qo'yilgan bo'ladi, zavodskoylarni. Biz buni bu yoqqa chiqarib olganmiz. Funksiyasi DVR deb nomlangan. Ichiga kiramiz. Fleshga qo'ygandan keyin ko'pchilikda mana bu o'chib turadi. Mana shuni bir marta mana bunaqa bosib olsangiz, o'sha zapis boshlanadi. Ikkinchi ikonkasini bossanglar, ikkinchi ikonkada yozilgan videolarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi Full HD formatda ko'rsatadi. Mana chap o'ng tomonda ko'rsatib turibdi. Juda aniq, tiniq. 3-nastroykasida bo'lsa, bu registratorimizni 1 minutlik, 3 minutlik yoki 5 minutlik qilib videoni belgilashingiz mumkin. Fleshkani format qilishingiz mumkin yoki formatlarini to'g'rilashingiz mumkin. Bu registratorimiz ishlayotganini qayerdan bilsangiz bo'ladi? Mana shu tepada kichkina durbinga o'xshab, chizilonka bo'lib, rangga o'xshab yonib turadi. Bu registrator ishlab turibdi degan ma'noni bildiradi. Sizlar uchun yana bitta yengillik tayyorlab qo'yganmiz, ya'ni bu ruskatsiya bo'ladi. Oldingi ruskatsiyamizni eski chipsetiga yozilardi, hozirgisi bo'lsa yangi versiyaga yozilayapmiz. Ya'ni 24-yil 9-oyga yozilayapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Chipsetlari cho'tka ishlaydi. Eski bilan yangi versiyaning nima farqi bor desanglar, hozirgi kunda yangi Y2larga yozilayotgan ruskatsiya eski versiyada yozilganining hisobiga sal qotib ishlayapti. Yangi versiyada bo'lsa qotmasdan ideal ishlaydi. Bu registrator BYD avtomobillarining barcha modellarida bir xil joylashtirilgan va bir xil funksiyada. Siz hali ham bundan foydalanmayotgan bo'lsangiz, 150 ming so'mga fleshga olib tiqib qo'ysangiz, oldin registrator ishga tushadi. Bir kun kelib sizga manfaatli bo'lib qoladi. Bu videoni bo'lsa, BYD haydaydigan barcha tanishingizga tashlab qo'ying. Sizning bahonangizda u ham registrator borligini bilib oladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin.